ko'pchilik xalqimizda muammo bo'layotgan narsa bu hozirgi kunda endokrinolog vrachlarimiz qandli diabetga operatsiyani umuman bemorlarga tavsiya qilishmayapti va buni bemorlar so'rashgan vaqtida ko'proq vrachlarning javobi qo'rqinchliroq, ozib ketasiz, ichingiz ketib qoladi yoki muammo tug'iladi yoki sahringiz tushmaydi, umuman befoyda operatsiya degan so'zlar bilan endokrinologlar tomonidan bu operatsiyaga nisbatan tanqid ketyapti. Mana hozir ko'rishingiz mumkin, lekin vrachlarning o'zi kelib shu operatsiyani qildirib ketishyapti. Demak, vrachlar tushunadi, aslida hozirgi kunda qandli diabeti birinchi tipi nimadan kelib chiqadi, ikkinchi tip nimadan kelib chiqadi. Buni Reels'da qo'yganman. Demak, ikkinchi tip kelib chiqishiga asosiy sabab bu oshqozon ichak traktidan oshqozon osti bezini boshqarish buziladi. O'shaning natijasida qandli diabetni ikkinchi tipi kelib chiqadi. Bizning vazifamiz, biz operatsiya yo'li bilan qanaqa tug'ilamiz? Bu sistemani qaytadan yengilab beramiz, qaytadan tiklab beramiz. Demak, oshqozonga tushayotgan ovqat mahsulotlarini imminni oshqozon va ichak tomonidan boshqarilishini, o'sha uglevod obmeni, ya'ni yoki bo'lmasa o'sha uglevodlarni, sahrni normaga keltiruvchi gormonlarni normaga keltirishga qaratilgan operatsiya hisoblanadi. Azizlar, agarda qandli diabet ikkinchi tipi bo'lsa, adashmanglar, Gipokrat klinikasida eng ko'p operatsiya 3000 dan oshiq operatsiya qilgan klinika hisoblanadi va biz asosan ilmiy jihatdan va praktika jihatdan eng katta ma'lumotga ega bo'lganimiz uchun bu narsaga boshqacharoq yondashamiz va sizni hayotingizni sahrli diabetdan qutulishingizni barakalloh harakat qilamiz. Bizga murojaat eting. Marhamat.